Ishni boshlab qo'ygan hurmatli akaxonlar, ukajonlar, bu video sizlar uchun. Ayollar chetga o'tib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'pchilik erkaklar homiladorlikni faqatgina shifokor ishi deb bilishadi, to'g'rimi? Lekin o'zi aslida bilarmidingiz? 80% homilador ayollar psixoemotsional yordamga, ya'ni поддержкаga muhtoj bo'ladi. Bunda albatta sizlar erkaklar juda ham katta rol o'ynaysiz. Ya'ni sizni har bir qo'llab-quvvatlashingiz, vaqtida eshitishingiz kerak bo'lsa, oddiy uy yumushlarida hattoki yordamingiz juda ham foydali bo'ladi. Qo'llab-quvvatlashingiz sizga yordam beradigan usullar. Bu albatta o'z vaqtida eshitish. Ya'ni telefoningizni qo'yib turing, ko'rayotgan filmingizni tomosha qilmang. Do'stlaringiz bilan sal suhbatdan yiroq bo'ling-da, ayolingizni eshiting. Ikkinchisi bu iliq so'z gapirish. Ya'ni kuniga bir marotaba bo'lsa ham iliq so'z, ya'ni yaxshimisan, tuzukmisan deb gapirib qo'ysangiz, shunga o'zi kifoya. Uchinchisi bu jismoniy ishlarda, ya'ni uy yumushlarida yordam berish. Ya'ni biron bir buyumni u yerga og'ir narsalarni ko'tarishda yordam berishingiz. Va to'rtinchisi, albatta homiladorlikka foydali bo'lgan yurish, ya'ni прогулкаlarda birgalikda sayr qilish. Shuni unutmangki, homiladorlik bu juftlik uchun bir imtihondir. Ya'ni nafaqat ayolingiz, balki siz ham farzandli bo'lish arafasidasiz. Ya'ni siz ham bo'lajak otasiz. Agar iloji bor bo'lsa, tug'ruqda ham ishtirok etsangiz, juda foydali bo'ladi. Agar siz ham eringizdan hech qanaqa psixologik podдержка ko'rmayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni albatta yuborib qo'ying.